Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan yirik bitta book sayt haqida gaplashib ko'rib chiqamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Aviso deb nomlangan book sayt. Bu sayt orqali biz sarmoyasiz har xil zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin. Videoni boshida aytib qo'yaman, sayt 100% ishonchli, bemalol kirib pul ishlashingiz mumkin. Pullarni 100% to'lab beradi, hech qanaqa muammolarsiz. Demak, sayt ishlayotganiga 7 yil 1 oy bo'ldi. Bu yerda kunigacha yozib qo'ygan. Ko'rib turganingizdek, saytdan 3 milliontadan oshiq odam, pashti 4 milliontaga yaqinlashib qoldi. Bu saytdan pullar ishlab keladi. Bu yerdan statistikasini ko'rishingiz mumkin. Glavniy oynasini bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Qanaqa yo'llar bilan biz saytdan pul ishlashimiz mumkin. Demak, pastga o'chib yana sayt haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Tepada mana vyplata bo'limi orqali hozirda pul yechib kelayotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda statistikasini chiqarib qo'ygan, qayerga qancha odam qanaqa pullarni yechib o'tyapti. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik bu saytdan payerga pullarni yechib o'tadi. Minimalkasi kam, o'shaning uchun 3 rubldan pullar yechib keladigan odamlar ham bor. Demak, saytdan pul ishlash uchun biz birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Buning uchun registratsiya tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Demak, saytdan registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga login, ikkinchi qatorga email, uchinchi qatorga parolni yozib, bu yerdan kapchadan o'tib zaregistratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda bizga siraza zadaniyalarni chiqarib qo'ygan. Hozirlarga sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan bo'limlarni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Buning uchun mana zarabot tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga 6 xilmi 7 xil sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan bo'limlar ochiladi. Birinchi va eng ko'p sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan bo'limi bu mana zadaniya bo'limi bo'ladi. Bu bo'lim orqali biz har xil zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, 5398 ta zadaniya bor. Bemalol kirib saytdan har xil zadaniyalar bajarib pul ishlasanglar bo'ladi. Zadaniyalar ko'p, hech qachon tugab qolmaydi. Demak, yangilarni bu yerda novoy deb yozib qo'ygan, shularni ham bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Saytda polniy ruscha, agar ruschani bilmasanglar, Google переводчик orqali sizlar o'zbekchaga tarjima qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda har xil filtrlari bor. Zadaniyalarni o'zingizlar filtr qilib olishingiz mumkin. Xohlasanglar vысота, reyting yoki cenasi bo'yicha ham sortirovka qilsanglar bo'ladi. Eng qimmat zadaniyalarni bizga tepaga chiqarib beradi. Ko'rib turganingizdek, 1000 rubl, 700, 555, 520, 502 rubllik zadaniyalar bor. Bularni shartlarini o'qish uchun ustiga bir marta bossanglar ichiga kiradi. Polniy mana ruscha berib qo'ygan. Mana bunisi sharti bo'ladi. Mana shu shartlarini bajarishingiz kerak. 4 ta sharti bor ekan va pastda qanaqa отчет topshirishimiz kerakligini yozib qo'ygan. Ya'ni укажите свой ник и ID на проекте deb qo'ygan. Ya'ni proyekt bergan, mana shu proyektdan registratsiyadan o'tib aytgan shartlarini bajarib, keyin biz o'zimizning nikimiz va ID'imizni tashab qo'ysak, 12 soat ichida tekshirib bizga mana shu 520 rublni balansimizga o'tkazib beradi. Hamma shartlarni to'g'ri bajarganimizdan keyin balansimizga pullar o'tgandan keyin biz hech qanaqa muammolarsiz bu saytdan pullarni yechib olsak bo'ladi. Pul yechishni ham sizlarga video davomida ko'rsatib beraman. Demak, aytib o'tganimdek, zadaniya bo'limiga 1 soat 2 soat vaqt ajratib, kuniga 500 ming rublgacha sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Agar ko'proq vaqt ajratsanglar, ko'proq daromad olishingiz mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, zadaniyalar vobshe ko'p tugab qolmaydi. Bemalol kirib zadaniyalarni bajarsanglar bo'ladi. Filtr bo'limi orqali Telegram kanalga qo'yib qo'ysanglar, Telegram kanal gruppa botlarga obuna bo'lib 1, 2, 3, 5 rublgacha sizlar pullar ishlab borishingiz mumkin. Demak, keyingisi bizda surfing bo'limi. Bu bo'lim orqali reklamli saytlarga o'tib, ya'ni 30 sekund, 20 sekund, 15 sekund turganimizga bizga 2, 3, 10, 20 kopeykaga pullar berishi mumkin. Demak, pisma bo'limi orqali biz pismalarda ishtirok etib yana pullar ishlashimiz mumkin. Mana pisma saytiga o'tib 20 sekund turganimizga 28 kopeyka berar ekan. Xuddi shu tariqa bu bo'limdan ham sizlar sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Testi bo'limi orqali testlarda ishtirok etib 3,5 rubl, 3,5 rublgacha sizlar pullar ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda statistikasini yozib qo'ygan. 836 ta odamga pullar to'lab berilgan, 530 tasiga to'lanmagan, ya'ni to'liq pismadan o'tmagan, 18 tasi обработкада turibdi. Ya'ni shartlarni bajargan, tekshirish holatida. Xuddi shu tariqa statistikasini ham ko'rib borishingiz mumkin. YouTube bo'limi orqali sizlar sarmoyasiz YouTube video roliklarini ko'rib, yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. 37 kopeyk, 30 kopeyk pullar beradi. Prosta YouTube video roliklarini ko'rganingiz uchun. Bu yerda mana sekundlari ham bor, ya'ni 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund ko'rib, mana shunaqa pullarni sarmoyasiz ishlashingiz mumkin. Demak, VKontakte ham bor. Buning uchun sizlar birinchi bo'lib VKontakte akkauntinglarni nastroyka bo'limiga o'tib ulab qo'yishingiz kerak. O'shandan keyin sizlarga zadaniyalar ochiladi. Demak, konkurs o't referali, bonus o't referali bo'limlarida hozirda konkurs yo'q ekan. Chiqib qolganda bir bo'ladi. Bularda ham qatnashib sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Reklamatatelli bo'limi orqali saytga reklama bersanglar bo'ladi. Demak, bu yerda konkursi bo'lim bor, ya'ni bu saytda o'zini o'tkazadigan konkursi 100 ta o'rin bo'ladi. Bemalol bundan ham sizlar qo'shimcha daromad olishingiz mumkin.
100-o'rinda ham 50 rubl bonus oladi. Agar 100-o'rinda olsanglar ham keyin bemalol 50 rublga chiqarib olishinglar mumkin. Birinchi o'ringa 3000 rubl bonus tariqasida qo'yilgan. Buni so'mga o'girsak 450 ming so'mlar atrofida bo'ladi. Demak, pastda qanaqa qilib konkursda ko'proq ball yig'ishinglarni ko'rib borishinglar mumkin. Surfing qilsanglar 1 ball yig'ishinglar mumkin. Agar zadaniya 5 rubldan baland zadaniyalarni bajarsanglar 15 ball sizlar o'zingizlarning profilingizga olasizlar. Agar 5 rubllikdan qimmatroq zadaniyalarni ko'proq bajarsanglar yutish ehtimolinglar ham ko'proq bo'ladi. Pastda hozirgi yutish mumkin bo'lgan odamlarni ko'rib borishinglar mumkin. Qancha ball yig'ishgan, qaysi o'rinda turishibdi, shularni ko'rib borishinglar mumkin. Bu yerda bundan oldingi g'oliblarni ko'rsanglar bo'ladi. Logonlarini yozib qo'ygan, qancha priz olganini ham ko'rishinglar mumkin. Aytib o'tgandek, sayt ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz pulni ishlashinglar mumkin. Zarabotit bo'limidan sizlar ko'rib turganinglardek 6 xil yo'l bilan sarmoyasiz pulni ishlasanglar bo'ladi. Endi pullarni qanaqa qilib yechamiz desanglar, основной balans turibdi. Shuni ustiga bir marta bossak bizga pul yechish oynasi ochiladi. Demak, ko'rib turganinglardek Payerga 24-noyabrgacha pulni yechsak bo'lar ekan, keyin bu bo'limni o'chadi. Ya'ni faqat adashmasam Payer 100 ga pullarni yechib bo'ladi. Bu yerda o'zingizlar bemalol o'qib chiqishinglar mumkin. Hozir o'qisak bizda ko'proq vaqt ketib qoladi. Demak, hozirda reklamli shotga pulinglarni o'tkazsanglar bo'ladi. WebMoney, SBB, Payer kriptovalyutalarga ham bemalol pulinglarni yechishinglar mumkin. Bu yerda statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Ya'ni Payer rublga minimalniy 3 rubldan boshlab pul yechishimiz mumkin. Rublga komissiyasi 0% va ko'rib turganinglardek momentan pullarni tushirib beradi. Qolganlarini ham bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin. Foizini qanchada pulga kelib tushadi, minimalkasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, bizning balansimizda 128 rubl bor. Hammasini yozamiz. Bu yerdan Payer ustiga bir marta bosamiz. To'rtburchakni o'ngga sudrab qo'yib, выплатить tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga pullar momentan kelib tushadi. Ko'rib turganinglardek, uje pullar kelib tushdi deb ko'rsatyapti. Endi biz Perxamyonga o'tib tekshirib ko'ramiz. Mana Perxamyonga o'tdik. Saytga bir marta перезагрузка bersak, oxirgi tranzaksiya 10 rubl turibdi va ko'rib turganinglardek 128.53 kopeyka bizning balansimizga momentan kelib tushdi. Aytib o'tgandek, hech qanaqa komissiyalarsiz sayt bizga momentan pullarni to'lab berdi. ID tranzaksiya kodiga kirsak, qaysi saytdan kelib tushganini yozmagan. Asosiysi sayt bizga pullarni 100% to'lab berdi. 16:15 deb qo'ygan. Bu Rossiya soati bilan O'zbekiston soati bilan 18:15 bo'ladi. Xuddi shu tariqa sizlar Aviso saytidan sarmoyasiz pul ishlashinglar mumkin. Sayt ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Agar bu saytda original silkasi sizlarga kerak bo'lsa, original silkasini biz Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz. Telegram kanaliga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib, boshqa loyihalarni ham original silkasini bizning Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. Demak, sizlarga agar shunaqa loyihalar ko'proq qiziq bo'lsa, ya'ni sarmoyasiz, sarmoyali pul ishlab bo'ladigan 100% to'lab beradigan loyihalar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa loyihalarni tez-tez va ko'p-ko'p obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.